Hayırlı şambiler. Bütün dünyadaki barlık vatan sevgen qeyrindaşlar. Yana sizlar bilan köpçilikten kelgan savollarga javob berish ustidan ekran yuzida sizlar bilan yana bugun birgaman vatandaşlarımız. Bugun avval Çislan devleti 2 ayının 24 günü 2024 kuniga haftaga shanba vatandaşlar. Bugün meniki köpçilikka tanıştırdıgan, ko'rsatgan iki video asasida köpçilikka javob berdigan, ya'ni savollarga javob berishni men kuchimning yetishi javob beraman deb o'ylayman vatandaşlarımız. Uning biri qaysi deysanglar vatandaşlar, shu yaqinda İstanbul'da yuz bergan jasusluk voqeasi to'g'riliq buning orqa ko'rinishi. Köplügen qeyrindaşlarımızdan müşahda köp suallar kelindi. Bu iş qandaq iş bo'lib ketdi bu. Türkiye hamda rastın degan chaqda Xitoyning bir orqa bog'chisi, bir jasuslarning makoni deganda ekandi. Bunda xabarlarga doimdagidek yo'liqib turdik, anglab turdik Turkiyada bo'layotgan ishlarni. Bu qatimqisi haqiqatan odamni biroz bir o'yga soladigan bir taraflari bor vatandaşlar. İkinçiden mening köpçilik tanıştırgan ikinci videom Xitoyninki BDD'de turishliq bosh elchisi bo'lsa kerak Ma Shingmin degan Ma Shingmin mening bilishimcha hozir videoda ko'rsatma. Shuningki shu Falastinni qo'llab, ya'ni Hamasni qo'llab, ularninki Falastinninki shu Xitoyning degan bo'yicha aytgan vaqtimizda Falastin xalqininki, yani Falastin xalqining shunda qurolli harakat qilishi, ya'ni o'zininki self determination deydi. O'zi xo'ja bo'lish yo'lida qurol ishlatish huquqi bor deb Falastinga, ya'ni Hamasga advokatlik qilgan ikinci videosi. Bu ikki videoni ko'rsatman vatandaşlar. Musharqliq men ko'pchilikka kelgan savollarga javob berishga tirishman vatandaşlar. Qo'yilgan savollar mana shu. Köpçilik qeyrindaşlarımız bizga qo'ygan savolim shu. Bir qism tashkilotlar nima uchun shu yana Hamasni, Falastinni Hamasni qo'llaydi, Xitoyni Hamasni qo'llaydi ekan? Undaq bo'lgan bo'lsa, bu Xitoyning Hamasni qo'llashi, Turkiyadagi bir turkum tashkilotlar va boshqa tashkilotlarning va bir qism insonlarning shu Hamasni qo'llashi, bu ikkisi bir yerdan chiqyapti. Bu ikkisining bir yerdan bu o'rtaq nuqtadan Hamasni qo'llashi bizningki ularning telefon chatga vaqtimizda Sharq Turkiston davosiga qandaq ta'sir yetkazdi, qandaq ta'sirlarni olib keldi degan savollarni qo'ydi vatandaşlar. Men shunga javob berman vatandaşlar. Undan boshqa men bu temaga kirishdan avval ko'pchilikka deydigan bir xabarim, Uyg'ur davlatininki shimoliy qismida, ya'ni Shimoliy Uyg'urda qattiq sovuq bo'lgan -52 gradusga tushib nurg'ulgan hayvonlar, uçar kuşlarınki ölüp ketkenlik xabarini ko'ryapmiz vatandaşlar. Bu Xitoyda chiqayotgan manbalar deyishicha, bu 50-60 yildan birisi bunda qattiq sovuqning bo'lmaganligini, qattiq sovuqninki bo'lmaganligini, bu tunji qatimliq shundaq -52 ga tushgan qattiq sovuqning bo'lganligini xabarda deyapti vatandaşlarimiz. Avval men bu Turkiyaninki mediasida chiqqan bu xabarda men bir ko'pchilik ko'zda o'rtaqlasha endi bu to'g'riliq Milli İstihbarat Teşkilatı qarasanglar bu shundoq chata qilib qo'ydi endi. Facebook turib oldi, ko'rdingmi? Nima shundoq biraz ta'xirlik, sabrlik bo'linglar vatandaşlar. Bu meniki biram hozir bu YouTube chiqayotgan videomni to'xtab qoldi. Har turli cheklamalar bor bu yerda. Shuning uchun meniki bu sotsial mediada olib borayotgan ishlarimga cheklama ig'ir, sabrchan bo'linglar vatandaşlar. Bir tapay. Casusluk yapan ajanların da aralarında bulunduğu isimleri yakaladı. Bakalım bilgileri. Milli
İstihbarat Teşkilatı Türkiye'deki ajanlara göz açtırmıyor. Mossad'a yönelik operasyonlara dikkat çeken teşkilat, şimdi de Fransa ve Çin adına casusluk yapan ajanları yakaladı. Şüpheliler tek tek tespit edildi. Fransız istihbarat servisine bir yıl boyunca casusluk yaptığı belirlenen 3 kişilik hücre yapı çökertildi. Yakalananlardan biri Ahmet Katiye. Kendini aktivist ve gazeteci olarak tanıtan casus Fransız istihbaratı adına çalıştı. Yabancı kanallarda canlı yayınlara çıktı. Sınırda Türk askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen Suriyeliler ve Türkiye ile Yunanistan sınırında göçmenlerin durumu hakkında asılsız haberler yayarak Türkiye'yi uluslararası alanda zor durumda bırakmayı hedefledi. Ayrıca Çin istihbaratına bilgi toplayan 7 şüpheli de MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandı. Özellikle Doğu Türkistan dernekleri ve Türkiye'de yaşayan Türkistan kökenli şahıslar hakkında bilgi topladıkları belirlendi. Operasyonlarda dijital materyaller, yüklü miktarda para, ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 10 kişinin işlemleri sürüyor. Haber şu, haberde bir yerde haber globaldaydı o Türkiye'ninki bunun menbesini direyli. Haber globaldaydı şu Türkiye haberiga çıkan. Bu haberlerini köpçük gösteriyatman. Bu haberde deyişçe şu Türkiye'de 6 nefer şahsını gumonlikda qargan 6 Uyg'ur demekçi bir yerde hamda bulardaydı Doğu Türkistanlı daydı dayım degini. Ama şununki üstünden tekshirish yapmagan tutgan bir qaçıp жүрgендek haberlarni devatıdı. Vatandaşlarımız en avval day men hech qanday vaqt mayli Türkiye'de bolsun, dünyanın qanday yerde bolsun Xitoy uchun ishlagan mayli qanday shaxs bo'lsin, uni tutgan ishini men to'g'ri deb turib qarayman. Men uni to'g'ri deb turib qarayman vatandaşlarımız. Tutilish kerak, jazosini bo'lish kerak. Bu narsa aydın olib ketsin, bu narsa o'chib ketsin. Ammo bu Türkiye'de yuz bergan bu 6 nefer shaxs ustida jasusluk haqida bu yerda tekshirish berish masalasi kelganda biroz mening tushuncham bo'yicha aytgan chog'da bir gumonliq masala bor. Gumonliq masala var vatandaşlarımız. Maş haberden yüzde mi deydi? Diğer vakitinin yüzde bu Türkiye'deki teşkilatlara, Türkiye teşkilatlarının uçur uğurlaş ve Türkiye'deki şahslar hakkında uçur informasyon toplaş işi bilen şugullanan 6 nefer Doğu Türkistanlıklarının üstüden tekşiriş verip bunun mançısı tutuldu, mançısı kaçı jürüdü degen gaplarni takılatlı 3-4 gün oldu vatandaşlarımız. Bu yerde benim dikkatimle tatkan işki nokta var vatandaşlar. Devatkanın bu şahıslarını hakikaten casus mu, kanda kayadır kaçı ben bilmem vatandaşlarımız. Bunu Türkiye istihbaratı toplaydı, belki halk elan kıldı veya ki oturup koyuyordu, bulanın bir maksatları var. Ama benim bu yerde dikkatimle tatkan işki neyse bu Türkiye hükümetininki yani Türkiye istihbaratınınki muşundak işlerini eperişi men üçün etken vakitinizde yani Türkiye siyasetini baştan ayak 15 yıldan birisi izlenip ögünüp kilovatka adamı çatkan çağda tarifi gumallık vatandaşlarımız. Mesela kandak tarifi gumallık diye vakti işki taraf bir bunun 3 hafta avval mesela Türkiye'ninki Beijing'de turuşluk baş elçisi bu yerde ismini yazılan Türkiye'ninki Xitay'da turuşluk baş elçisi İsmail Hakkı Musa degen Türkiye'nin Xitay'da turuşluk baş elçisi bunun 3 hafta avval Mustamlik Uyg'uriston'u ziyorat qilish jarayonida Uyg'uriston'u ziyorat qilish jarayonida bularniki 3 xil kishilarga ya'ni Xitoy deb kelayotgan 3 xil kishilarga o'rtaq qarash turganligi haqida bu yerda bu xabarlar matbuotlarga chiqqan vatandaşlarımız. Bu endi 3 hafta burun bu İsmail Hakkı'nınki yani Türkiye'ninki elçixonasining Beijing turuş elçixonasining Uyg'uristonni ziyorat qilgandan keyin 3 haftadan keyin bu ishlarning chiqishi bu bir gumonliq vatandaşlarımız. İki Türkiye hükümeti burundan tortib ta hozir qadar Xitoy bilan istihborotchilikda har jihatlarda to'liq hamkorlashib kelayotgan davlat vatandaşlar. O Ipak yo'lida bir. Biz uni tekrar so'zladik vatandaşlar. Biz bu to'g'riliq ko'pchilik ilgir uchur beribmi so'zlab bundan 2-3 yil avval bugungi Türkiye ayni vaqtdagi O'rta Osiyo bo'lamdi degan temalarda so'zlab shu yerdagi Turkiyadagi Uyg'urlar o'ziga diqqat qilsin, qanday xatarlar ularni kutib turyapti deb so'zlab biz ular ko'pchilikka yetkazib bo'lgan vatandaşlarımız. Endi bu yerda gumonliq nuqta bu bir. Endi u yerga borgandan keyin bosh elchi Urumchiga berib, bu yerda 3 xil kishilarga biz qarshi turishni xohlaymiz deganlikning o'zi bu yerda Uyg'urga kelayotgan bir suiqasdning bor ekanligini tushuntirdi. Ikki bu yerda
Türkiye hükümeti muşundak hem günahını hem özü ağamçını kem koyuverdi. Türkiye zaten casuslardan bozulup gitti o. Soğududan tartıp her yer berişkilişler hemmisi normal. Zaten bir Xitay'nın bir ölçüstekla hemme cihetlerden kuyuk alakını uçuturvattı. Hem yeşil çırağını öz yıkıp koyup aynı vaxtıda Suriye'ye bardığan, Suriye'ye kep ketadigan yollarının hemmisini Türkiye hükümeti özü eçip etken. Hem de eçip etip şu günahını yani Uygurlarga atış arkalık Uygurlarga atış arkalık Xitay'nın bir hili mekrisi var, özünün yerine özünün güçünü koruş degen taktikini kollanıvatıdı dep oylayman vatandaşlar. Hem bir devlet bolgandan keyin Xitay hükümeti hakikaten şu 6 Uygurga tayanmay oturup uçurunu alaman deyse o yerdeki Uygurlarning uçurlarını hatta özü berip bulukluq. Türkiye istihbaratı Xitay istihbaratıyla oturup hemen aslında alalaydı. Bu yerde mening devatqanim Uygurlar kılıvatkan bir suikast var demekçi. Endi bu uçur ne? Yani birisi bir adamın dikkatini tatıda yeni bir uçur qaysi edilse teşkilatlarının uçurlarını toplaş. Teşkilatlarının uçurlarını toplavatkan şahslar idi. Bula degen gap bu yerde yeni bir külkülük bir mazak kılarlık bir söz bulavatıdı benim nazarimde. Sizler oylap bakama vatandaşlar. Türkiye'deki bir teşkilat degen teşkilatniki kandak mehbiyatlık uçurları bulmakçı. Kandak mehbiyat uçurları bulmakçı. Eğer ularda mehbiyat bir uçur var deyse Türkiye istihbaratı bilmeydiğen uçur bir nesinin buluşu mümkün emas u yerdeki teşkilatlarınki. Zaten u yerdeki teşkilatlar Erdoğan Hamas'lısı Hamas'a, Suriye'si Suriye'ye beraber Türkiye hükümetiyle beraber mantıkan teşkilatlarında Türkiye'deki küpünçileri benim bildiğim veya ki bir neçisi. Ben hemme teşkilatlarını demeyim vatandaşlar. Ama şundak teşkilatının Türkiye istihbaratını eşit kılıp yani bu teşkilatlarınki Xitay'nın bilgisi kepkekide kandak uçurlar var desenler bu nersi nöl vatandaşlar. Fakat bazı yilse o Türkiye'deki teşkilatlarga belki o devletin bu devletin kelgen ançı-munçı uya bir yerden kelgen jıgıp kelgen pullar hakkında uçur malumatlar buluşu mümkün. Muşunda bir uçurları badap oylayma, muşunda bir malumatları uçurlarını egelleşki tirişkanlarını tutkan, şunu bir digen bir mesele bir yerde oturup çıkıdı vatandaşlarımız. Oylap bakama. Ben bu noktanın yüzünü gomalıkta turup karayım. Neymiş kan? İlgili mesela Suriye'ye adam yollagan bütün işler kelgakta, hatta bizning gibi Türkiye'de nayte simiz, özgür bodek, bir Özbeklerin işimiz var. Bir telefon arkalı Türkiye Tashqi ishlar ministri bilan ko'rishib, "Ani mani hal qilib atayotgan shu qarindoshimizni ifade bildigan bo'ldi." Hatta bu qarindoshimiz ilgari mediadan oshkor media 3 yil avval degan 5000 qarindoshimizni biz Suriyada qayıp Suriyada biz ularniki Suriye'de yo'qotdik degandek videolar turdi, undan boshqalarni turdi. Suriye'ga bir adam yollagan qandaq insonlarni tutmay endi şu Türkiye istihbaratıyla beraber mengivatkan Uygurlarni Suriye'ga yollavatkan muşundaq teşkilatlardan endi istihbarat Uygurlamakçı bo'lgan Uygurlarni tuttuk dese yaman külkülük qo'y vatandaşlarımız. Avval Türkiye hükümeti hakikaten Xitay için işleydiğen adamlarını tutmakçı olsa tutulduğu adamları bekleyecek. Bu arkalık meniki düşüngenim Kayseri'deki vaktimizden Türkiye hükümeti ve Türkiye'deki teşkilatlar şu Uygurlarını terörist kılış meselesiyle bir noktada galibi kıldı. Yani kaçanki Suriye uğraşı başlanған vaktimizde Uygurlarını uyaktan kirip çıkış cihazı bütün göz yumuş arkalık veya ki bazı bizden alınған haberlerimizde bazı teşkilatlarının Uygurlarını ekirip açıkış cereyanımızda bu teröristlik meselesi çetiş cihetlerde netince kazandı. Yani neçimin Uygur Suriye'de kurban oldu, vefat oldu. Xudaylıqı semiz yerim kalının görüşünü aşıyor yadıda yoqlayıvetidigan bodek kardeşimizden digin büyücetqa vaktimizde o yerde nurgun Uygurlar bugün günümüzde faciada halakatı. Bu cihetlerde netince kazandı. Ama bunun netince kazangan ikinci bir tarafı var vatandaşlar. İkinci bir taraf Kayseri'deki vaktimizde kaçanki 10. ayının 7. günü Hamas terörçileri İsrail'e beguna insanlara hücum başlagandan keyin dünyanın hem yerde Aksa dolkunu degen bu hareket başlandı.
Bütün dünya, hatta Türkiye'deki Recep Tayyip Erdoğan'dan tartıp bunu kolladı. Xitay'dan tartıp bütün dünya kolladı. Hatta Türkiye'deki nurgun teşkilatlar ve nurgun mollalarımızın medyaya çıkış arkalık bu Hamas'ın ilgili şeklinde bir yerde teşvikatlarını etmedi. Ama bir yerde Uygurlarımızın kallısının zihninin açılganlığı qaysiydi yaptı. Her qanday küçev жүрüp bu qatımki Hamas'a yardım beriş meselesinde, yani Hamas'ın ülgeliş, Hamas'ın yallığı şayki toplaş meselesi kelgen vaqtimizde Türkiye hükümeti ve Türkiye'deki bir kısım teşkilatlar bu neticeni qo'lga keltirmedi. Yani bunun tipik bir misalini deysek, bizning baydavatgan semiz boda qarindishimiz bundan 5-6 gün avval İHA'nın teşkilleşi asasında şundaq bir ma'lumotlarni chiqardi. Mazlum Uyg'ur xalqi bilan Falastin mazlum Uyg'ur xalqi bilan Falastin xalqi, ularning nazarida Falastin yani Hamasni demoqchi. Bu ikisi taqdirdosh xalqninki işi ko'ngil bilish ustidan biz bir namoyishlarni o'rinlashtirib, bütün Uyg'urlar ularning tili bo'yicha aytgan chaqda Doğu Turkistonliklar ko'chalarga to'kilib ketinglar degan vaqtimizda bu qatımki namoyishga chiqqan faqatlar 2-3 yoki 3-4 yaqin ahmoq saranga chiqqan bo'lsa, qolgan Uyg'urlar bunga ergashmadi. Demak, bu yerdagi o Turkiyadagi Uyg'urlar bu tashkilotlarninki kim uchun ishlayotganligi, ya'ni Uyg'urning zihniga ishlayotganligidek bu reallikni to'nib yetgandan keyin Türkiye hükümeti ve Türkiye'deki teşkilatlar çıkargan Hamas'ını qo'llash namoyishlariga Uyg'urlar ergashmadi. Xulasa bu noktada mag'lubiyat uchirdi vatandaşlarımız. Bu noktada mag'lubiyat uchirdi. Yani ilgirki 2014-15 Suriyaga adam yollash masalasida g'alaba qilgan bo'lsa, bu qatımki Hamas'ni qo'llash masalasida ne Türkiye hükümeti ve Türkiye'deki bir kısım teşkilatlar bu cihetlerde neticeye erişemedi. Bu yüzden Türkiye'deki bir kısım teşkilatlarınki Uygurlarning oldidagi inovati qattiq ve qattiq cho'kib ketdi. Şu sebepten mening tushuncham bo'yicha bo'lgan vaqtimizda Türkiye hükümeti mushundaq o'yinni o'ynab chiqarish orqali, yani Türkiye'deki teşkilatlarning haqiqatan bu Doğu Türkiston uchun ish qilayotgan teşkilat ekanligini ve onun etrafına bir türküm casuslarını yığılıp ulardan uçur egallayotganligidek bir propaganda o'tirg'i chiqarish orqali bu teşkilatlarning, yani o'zi bilan hamkorlashayotgan Hamasni qo'llaymiz degan teşkilatlarning inovat obro'yini Türkiye'deki Uyg'urlarning oldida va yoki butun dunyodagi Uyg'ur millatining oldida saqlab qolmoqchi bo'ldi degan nuqta xulosalaymiz vatandaşlarımız. Şu sebepten bu hazırki haber globalının uçuru qarga vaqtimizda Türkiye'deki teşkilatlarının uçurlarını egallamaqchi bo'lgan 6 nafar shaxs deganlikni o'zi bu gumon. Xulasa Türkiye'deki teşkilatlar Hamas'ni qo'llash masalasiga kelgan vaqtimizda o qattiq mag'lubiyat uchirdi. Uyg'urlar buna ergashmadi. Ularning inovati qattiq cho'kdi. İnovat qattiq cho'kkan ekan, bularning inovatini yana qayta saqlab qolmasa bo'lmaydi. Türkiye hükümeti o'ziga ishitish uchun. Shuni bilan mushunga o'xshash shayki insonlarni tutish orqali bu yerdagi o'z uchun hamkorlashayotgan, yani o'chig'in degan vaqtimizda CCP Türkiye hokimiyatiga va CCP hokimiyatiga desak o'xshash bo'ladi vatandoshlar. Hamkorlashayotgan tashkilotlarning obro'yini millat oldida saqlab qolmoqchi bo'lish uchun etgan bir harakat demoqchi. İki, bu yerda so'zimni xulosalasam, yani İsmail Haqqi Musoning 3 hafta avval Uyg'uristonda ziyorat bo'lish orqali 3 xil kuchga qarshi turish jarayon degan 3 xil kuchlarga qarshi turamiz degan nuqtani bu yerda 6 nafar Uyg'urni tutdik degan narsa bilan Xitoy hukumatiga ko'rdingmi, biz shundaq ish qilyapmiz, sen bilan hamkorlashyapmiz degan nuqtani o'tirib qo'yayotdi. Bu ikkisi bir-biriga bog'lanishliq chiqyapti vatandoshlarimiz. Buni mening aqlimga yetgan nuqtam shu. Tipik misal şu semiz boda qarindishimiz Şu 3-4 hafta 3 gün avval shunda qattiq chaqiriqlarni chiqarib baqdi. Chiqagan vaqtimizda İHA'ning bilan o'rlashtirgan bu namoyishga 3-4 galvonlar chiqqandan boshqa qolganlar ergashmadi. Demak, ilgirki ishlar qarsanglar o'ylab beqinglar. Turkiyada bir namoyish desa minglab chiqadigan ular tashkilotlar ergashadigan Uyg'urlar bor. Demak, bu yerda Uyg'urlarning kallasi echildi, oqqarni tushundi.
Biz Türkiye hükümetini haqoratlab gap qilyapmizmi yoki nima deyapmiz? Bizning deyotganimiz o'zga, ya'ni Turkiyadagi Uyg'urlarga millatga foydalimi, ziyonlimi deganda bizning o Turkiyadagi aqlli Uyg'urlarimiz tushungan, bilgan. Shu sababdan ularga ergashmagan. Şu ergashmagandan bu tashkilotlar davomli Turkiya hukumati uchun yana bir ishchilari kuchlanib ishlamasa bo'lmaydi. Shuning uchun bularning inovatini qo'g'dash uchun ana shunday Suriyaga adam yo'llagan, Xitoydan bevosita kelib chiqayotgan cho'ng xoylarni tutmay, endi shu bir tashkilotning uchir egallayotdi degan shunchalik narsalarni nima uchir yoki uni? Deyotdi degan atrofidagi insonlarni tutish orqali tashkilotlarningki, Turkiyada tashkilotlarning innovat obro'yini ko'tarmoqchi, tiklamoqchi desak bo'ldi vatandoshlar. Men buni shunday tushundim vatandoshlarimiz. Bu orqali men deydiganim vatandoshlar, yanada men hech bir zaman bir millat, Türk millatining innovat obro'yiga hech qanday bir narsaga daxldorlik bu dorliq mening o'ch adovatim yo'q, ziddiyatim yo'q, dushmanligim yo'q. Ammo Türkiye'nin siyasetining xato siyosat ekanligini, Uyg'ur millatining milliy manfaatiga qarama-qarshi nayt ko'p nuqtalarning borligini bilgandan men bu to'g'riliq takror so'zlab keldim va buni deganimni so'zlayman vatandoshlarimiz. Vatandoshlar, men ilgari shuni o'ylab turib desam, bu yerda ba'zi qarindoshlarimiz shunday munosabatli javob berib o'tay vatandoshlar. Va yoki to'xtab turinglar, men yaxshisi shu kirishdan avval videoni bir qo'yay. Bu hozir bu tema tugadi endi ikkinchi tema qaysi degan vaqtda vatandoshlardan kelgan shu Xitoymi va masalan bu da qarindoshimiz ovoz IXX bilan birga o'rlashtirgan namoyishlarning o'zida Falastin mazlum, Hamas mazlum, Uyg'ur mazlum degan Xitoymi mazlum deydi, u tashkilotlar mazlum deydi. Millatning qo'ygan savoli. Zoti bu yerga vaqtda ikkisining qo'llaydigan nuqtasi bir bo'lsa, bizning manfaatimizga ziyonli tarafi qaysi degan nuqtaga javob bermoqchi. Shuning uchun men bu haqda vatandoshlarimiz bu yerda bir video bor, videoni ko'rsatay, bu to'pladimi hammasi eqil juda bu video. Qaranglar. Yana shunday bo'ldi. Qizqarlik. And the domination by foreign forces shall not be considered as terrorist acts. The Chinese Premier and the Foreign Minister Zhou Enlai solemnly declared full support of the principle of self-determination of the peoples and the nations. As set forth in the UN Charter, Palestinian people declared the establishment of State Palestine in 1988. The Palestinian people enjoy the right to self-determination. Bu yerda devotida da Mashinmin degan Jongo Rejabu Xiaoyu Mayli kim bo'lsin, bu shaxsniki orqa taraflarini, hammalarni yaxshi bilib bo'lmadim. Bu sotsial mediada taqaldi, Refiyaning xabarlariga chiqdi, ko'rsanglar bo'ldi. Bu xabarlar tunji qator chiqish emas. Bundan burunmi bor bu yerda. Mushu qachonki Falastin masalasi, mushu Isroiliya Hamas urushi boshlangandan buyon BDTda shunda Isroiliyani jazolash, Isroiliyaga qarshi turish, urushni to'xtatish deganda gaplar bilan bu yerda Isroiliya qattiq besim bo'lgan vaqtimizda mushuna o'xshash, mushu Mashinminga o'xshash Xitoyning BDTda turishliq amaldorlari oxirgacha 5dan tatib bu yerda Isroiliyaning qilayotgan xato, Hamasning qilg'ini to'g'ri deb turib qo'llayotdi vatandoshlar. Mau endi Uyg'urlarimiz aqlga yetib bu yerda Refiyaning xabarlariga hammasiga chiqishi, bunda xabarlar degan to'lib ketgan vatandoshlarimiz. Bu xabarda deydi, bu Mashinmin degan Xitoy Falastin xalqininki bu yerda deyotgani Falastin degani bu yerda Hamas demoqchi. Chunki urush qilayotgani bugunning o'zida Hamas Isroiliya bilan qurolli urush qilyapti. Bu Falastin xalqining self determination deydi, o'zi mustaqillik yo'lida o'zi ega bo'lish, xo'ja bo'lish yo'lida qurol ishlatish huquqi bor.
bu özünün mustaqillik yolida, ya'ni self determination yolida harakat qilayotgan tashkilotlarni terrorchi deyishningizni xato deb oshkor deb atadi vatandoshlar. Ko'rdinglarmi? Bu birinchi xatolik emas, takrorlik. Biz shuning uchun bütün dünyadaki vatandaşlara 2021 yılı 5. ayının 14. günü videomuzdan özüm biz degan. Xitoy Falastinning kaynida, Xitoy Hamasning kaynida degan gaplarni deb keldik vatandoshlar. Mana bugun o'tirg'i chiqyapti. Xitoy Falastinning kaynida bugunla emas, qachonki 70-yilning o'zidan tortib 60-yilning o'zidan tortib burundan tortib bu Hamasni Falastinni qo'llab kelgan vatandoshlarimiz. Endi men bu orqali ko'pchilikning savoliga javob berishga tirishsam vatandoshlar. Sizlarga desam vatandoshlar, mushu boda qarindishimizga qaytmay yana. Bu boda qarindishimiz men ilgari bu qarindishimiz qanday bir yozma yozib Twitterga e'lon qildi degan vaqtning o'zida mazlum Falastin xalqi bilan Uyg'ur xalqi islom dunyosida yarag'an ikki qon Falastin bilan Uyg'ur xalqi bu ikkisi taqdirdosh deb turib namoyishga chaqirganda, uni namoyishga bay deganda qadam 4 odam qatnashgan hamda Uyg'urlardan. Men undan 3 hafta, 4 hafta oldin mundaq bir narsa chiqargan vatandoshlar. Facebook'imda bor turdi. İsrail xalqi bilan Uyg'urlar taqdirdosh deb turib chiqargan. Ma qarindishimizdan devatqandan naqalcha. Bu qarindishimiz deydiki, Falastin bilan Uyg'ur xalqi taqdirdosh deydi. Men deymanki, bu yerda Isroillar bilan Uyg'urlar bu yerda taqdirdosh deb turibdi. Am buni yeshimiz vatandoshlarimiz. Mening davatqinim Isroillar bilan Uyg'urlar taqdirdosh deyishimdagi sabab qaysi deysanglar, bu yerda Falastin masalasiga qaytamiz. Bular deydiki, bu Falastinni Isroilga ishg'ol qilib olgan, Falastin davlatini Isroilga ishg'ol qilib olgan deb mundaq yolg'on tashviqotlarni qiladi endi. Sizlar tarixga shunda qarab baqsanglar, dunyoda Falastin davlati degan bir davlat mavjud bo'lgan emas. Ammo Uyg'ur desanglar vatandoshlar, Uyg'ur desanglar, Uyg'ur Kanso xonligi, Uyg'ur xonligi, Uyg'ur degan nom bilan, ya'ni Uyg'ur masalan Qorixonlar xonligi, Yoqubbek davlati, ammo oxirgi ikki jumhuriyatni tatib davlatni qurib kelgan bir mustaqil xalq. Bunu Falastin bilan selishtirib kelsa, Falastinliklar bir qator davlat qurib baxmagan xalq. Tushundinglarmi? Taki 1914dan 18 bo'lgan Birinchi dunyo urushi jarayonida Osmonlar yiqilgandan keyin, ya'ni Falastin rayonini o'tir sharqni kontrol qilayotgan Falastin Osmonlar yiqilgandan keyin u rayonning kontrolini inglizlar qo'lga olgan. Inglizlar 1937-yili u rayonda yashayotgan 20% Yahudlar bilan hozirgi Falastin va Isroil yashayotgan 20% Yahudlar bilan 80% hozirgi Falastinliklarning nüfusini asos qilib, bu rayonda 20% rayonimizda Yahudi davlati qurilsin, 80% rayonimizda Falastin davlati qurilsin deb 1937-yili davlat qurish huquqini bergan vaqtimizda Mo'g'ollar qo'ylar davlat qurmagan. O kelishimga kamigan vatandoshlar. Yo'q, bu yerda Yahudlar davlat qurishga bo'lmaydi, biz Yahudlarni yo'qtimiz degan nuqtada bo'lgan. Taki 1951-yili, 52-yili BDT yana o'rta qaror chiqarib, hozirgi Falastindan bir Yahudi davlati, bir Falastin davlati qurilishga kelgan vaqtimizda bular rad qilib kelgan. Ularning tutgan maqsadi qaysi degan chog'da davlat qurishni rad qilish orqali biz bu rayonda Isroillarni mangulik yo'qtimiz degan nuqtalar bilan menib kelgan vatandoshlarimiz. Shu jihatni aytsanlar, Falastin hech bir zaman mustaqil bir davlat qurgan xalq emas. Uyg'urlar bo'lsa mustaqilligini tam shu kompartiya kirgichidagidek, asosan degidek o'zining mustaqilligini saqlab kelgan xalq. Bu jihatda qanchalik ikkisi mazlum emas, ikkisi bir-biriga tutun o'xshamaydigan dunyo. Ikkinchidan, Yahudlarni o'xshashlar ikkinchi dunyo urushmasida erkiy qirg'inchilik uchragan millat. Mening ular bilan taqdirdosh ishimlik sababim. Uyg'urlarni bugun erkiy qirg'inchilik uchrayapti va burundan tortib uchrab keldi. Uchinchidan, bugungi Isroilga qarshi turayotgan
Yani Palestinni qo'llab Isroiliyani yer yuzidan yo'qotyapmiz degan Xitoy bo'lsin, Rus bo'lsin, Arabimiz bo'lsin, Turkimiz bo'lsin, Kurkimiz bo'lsin, dunyodagi butun mushu Palestinni qo'llab Isroiliyani yer yuzidan yo'qotamiz degan kuchlar naq Uyg'urni yer yuzidan yo'qotamiz degan kuchlar o'xshash kuchlar. Ya'ni Isroiliya bilan Uyg'urlarning dushmani o'xshash. To'rtinchidan qarsangiz Uyg'uristonning atrofidagi bir o'ziningki Qozog'istonimiz bo'lsin, Qozog'istonimiz bo'lsin, sizda o'tgan mening jon qarindishim, dadamti, opamti, onamti biz bir degan qarindoshlarimiz biri Uyg'urning mustaqilligini, Uyg'urning zarrachilik ishini qo'llamagan bo'lsa, Isroiliyaning atrofidagi bir arab davlati Isroiliyaning mustaqilligiga qarshi, hatto ularni 360 kun yo'qotishdan ko'ydi. Vatandaşlarımız, şu cihetden ben İsrailiya bilen Uygurlarını bu yerde takdirdaş dedim. Anda olgan bolsa, bunun bu paket bolsa başka paketin otur koysu buldu. Başka yazıp atkan qarindaşlar, dev atkan qarindaşlarımız. Endi biz bir yerde ben bunu da teatrisiga xulos çıkarsam qaysi edigen vakitimizde vatandaşlar. Ta'tirsi xulos chiqasam qaysi degan chaqda Falastin bilan Uyg'ur xalqi taqdirdosh emas. Faqatli dindosh. Taqdirdosh degan narsa mumkin emas. Vatandoshlar faqatli va faqat dindosh. Falastinni qo'llayotgan bugungi yana takrorlaydi, Falastinni qo'llayotgan Xitoy, Rus, sizning turkingiz, purkingiz, arablarimiz, musulmonlarimizdan tortib 100 dan ortiq davlat bugun Falastinni qo'llaydi Isroiliyaga qarshi. Bugun Uyg'urlarni qo'llayotgan BDT'lik 51 davlatdan dunyoda 200 ga yaqin davlat bor desangiz, 51 davlat Uyg'urni qo'llayotgan bo'lsa, Uyg'urni qo'llayotgan bütün qo'llamagan Uyg'urni qo'llamagan kuchlarning asosli qismi Falastinni qo'llaydigan kuchlar. Vatandoshlar. Falastinni qo'llaydigan kuchlar. Falastinni qo'llaydigan kuchlar naq aksicha Uyg'urning dunyoda yer yuzini yo'qolishini xohlaydigan kuchlar vatandoshlar. Shuning uchun bu ikkisi dindosh hech bir zaman taqdirdosh emas. Dushmani ayrim. Uyg'urning dushmani bugungi Falastinliklarning do'sti. Falastinliklarning do'sti, ya'ni Hamasning do'sti bizning dushmanimiz vatandoshlarimiz. Buni siyosiy nuqtadan shunday tushunsak bo'ladi. Ham bugun xuloslab kelsak qaysi degan vaqtimizda vatandoshlarimiz bugun Falastin davlatini, ya'ni Hamastonni qurimiz deyotganlar, Xitoylar meni mashinani bedetada oshkora dedi, Rosdan tatib bütün dünyada kuchlar Muşu Uyg'urga qarshi kuchlar, Uyg'urning mustaqilligini, Uyg'urning zaminini taltikus yo'qotib etish uchun harakat qilayotgan kuchlar bugun Falastin davlatini qurib, Isroiliyani yer yuzidan yo'qotib etimiz deyotgan kuchlar. Andaqkan bugun Falastinni qo'llayotgan, ya'ni Uyg'urning dushmanlari Falastinni qo'llayotgan bo'lsa, bugungi xalqaro nuqtadan olsangiz, xalqaro nuqtadan olsangiz bu dunyodagi cho'ng bir kuch talashish urushi. Dunyoni boshqarish jihatidagi kuch talashish cho'ng kuchlar o'tirg'i chiqadi vatandoshlarimiz. Endi o'sha Xitoyni o'z ichiga olgan Rossiya qatorliq dunyodagi Isroiliyaga qarshi, ya'ni o'sha Falastin davlatini quramiz degan Uyg'urga qarshi bo'lgan bu kuchlar navoda sizga deydi. Isroiliyani mag'lub qilib, Falastin davlatini qurgan vaqtning o'zida diqqat İsrailiyani yo'q qilib Falastin davlatini qurgan vaqtning o'zida Uyg'urga qarshi kuchlar dunyoda hukmronlikni egallagan bo'ladi. Dunyoda bu kuchlar Uyg'urning dushmanlari Falastin davlatini qurib, Isroiliyani dunyodan yo'q qiladigan bo'lsa, sizning mustaqilligingiz nol bo'ladi degan gap. Andaqken dünyani masalan bugun Xitoy, Rus qatorliqlar Isroiliyani yo'q qilib Falastin davlatini quralagan bo'lsa, qursa, bu kuchlar sizning Uyg'ur davlatingizni qurib berdi deysimiz bor-ku. Men qo'ngimda million o'sirib aytaman, tushundingizmi? Faqat Xitoyning kuchliklari, Xitoyning ishchilari bunday tashviqot qilishadi. Xitoy dünyada hükümranlık, yani Amerika'nı besip düşüp dünyada hükümranlık, siyasi ve iqtisadi jihatdagi hükümranlık erişmekçi bolsa,
Xitoyning tüpki stratejisi dunyoda cho'ng kuch bo'laman desa, Arab, Turkiy, Purkiylar bilan naq Uyg'urga dushman bo'lgan kuchlar bilan birlashish orqali bu yerda Falastin davlatini qurish shart. Bu vaqtimizda dunyoda shunday bir adolatlik, mazlum degan dunyoda shunday bir yolg'on tashviqot qilgan mazlum degan xalqlarning boshpanoyi bo'lib dunyoda o'tirg'i chiqqan bo'ladi. Andaqda dunyoda shunday boshpanoyi o'tirg'i chiqqan Xitoy sizning davlatingizdan qurib berama. Shuning uchun bu yerda Isroiliya bilan Uyg'urning manfaati umutanasib, Uyg'ur bilan Falastin, ya'ni Hamasning ishi naq ta'tirsiga ta'tir tanasib vatandoshlarimiz. Diqqat vatandoshlarimiz. Sizlarga deb qo'yaylik, navoda Falastin davlatini Xitoy, Rus qatorliq dunyodagi diktator kuchlar qurib chiqqan bo'lsa, sizning Uyg'ur davlatingiz qurilmaydi. Bu yerdagi gap bu kuchlar dunyo hukmronlik sistemasiga ustiga chiqdi degan gap. Bu vaqtimizda Falastin davlati qurilsa, sizning Uyg'ur davlatingiz qurilmaydi. Vatandoshlarimiz. Uyg'ur davlati qurilsa, Falastin davlati qurilmaydi. Sizga deb qo'y. Bu dunyodagi eng cho'ng nuqtadagi siyosiy kuchlarning talashayotgan siyosiy kurishining natijasi mushuning bilan xulosalandi vatandoshlar. Sizga deb qo'y. Shuning uchun biz burundan tatib bu maslakaga vaqtimizda millatimizni diqqat qilib to'g'ri maydonda turishga tashabbus qildik. To'g'ri maydon qaysi? Siz siyosat bo'ling, aqlliq bo'ling. Din, pin, falan pokun degan narsalarni bu o'zingizning mustaqillik davoyingizga aralashtirib olmang. Sizning bu Turkiy, falan pokunlaringizni o'zingizning mustaqillik ko'rishiga aralashtirib olmang. Siz bu xalqaradagi cho'ng kuchlar bilan cho'ng kuchlar o'tirishdiki, bu siyosiy kurashning natijasiga qarang deb o'tirib, biz 3-4 yildan bir yillardan bir so'zlab kelyapmiz. Bu mushundaq bo'ldi vatandoshlar. Bu mushundaq bo'ldi vatandoshlarimiz, men sizlarga deyman. Ya'ni xulosalabda so'zim qilib qolsin, Falastin davlatini qurmoqchi bo'lgan kuchlar bilan Uyg'urni yo'qotmoqchi bo'lgan kuch bir kuch. Faqat bir kuch. Rus, Xitoy, Eron, Turkiya, Purkiy butun musulmonlarimiz va unga agashganlar Falastinni qurmoqchi bo'lgan kuchlar, Falastin davlatini qurmoqchi bo'lgan kuchlar bilan Uyg'urning dunyodan yo'qotmoqchi bo'lgan kuch bir kuch sizga deb qo'y. Mushu kuch Falastin degan bir davlatni qurib chiqargan bo'lsa, sizning mustaqilligingiz nol degan gap. Men shunday deyman vatandoshlarimiz, nol. Demak, ular dunyoda siyosiy hukmronlikni egalladi degan gap. Shuning uchun men bugun Falastinning masalasiga vaqtingizda atalmış yerim kalının go'shini yodida yo'qli yeyitadigan, yerim kalın yodida yo'qli yeb tashlab, heliqi semiz qo'shiqni altirib to'ydimi, to'ymadimi, mundaq besbeqtir biladigan insonlarning tashviqotlariga biz burun radio qaytgan, hozir radio qaytira olamiz. Ya'ni buniki radio qaytiramiz. Chunki bu bizning millatimizning kelgusidagi davlat va davlat qurishning, davlatni asliga keltirish va davlat qurishning iborat bu siyosiy taqdirlar munosabatli masaladir vatandoshlar. Shuning uchun men vatandoshlar bu nuqtadagi masalalarni yana uzatib tilimni chaynab o'tmay, Turkiyadagi Uyg'urlar yanami diqqatli bo'ling. Yanami kuyimchan bo'ling, bir-biringizni izdining, bir-biringizga kuyining, bir-biringizni sotmang, bir-biringizga xoinlik qilmang. Vatandaşlarımız, bir-biringizdan xabar eling. Cho'ng o'yinlarga tushib ketmang. Turkiyaning siyosati yana oxirgacha shu Xitoy bilan bo'lgan siyosatlar mangayverdi vatandaşlarımız. Chunki u davlat shunday bir davlat, u pul kerak u. Oxirgacha maydonning ikki tarafdagi Yevropa bilan Xitoy o'rtasida, Rus o'rtasida etishlar mangadigan o bir tijoratchilarning davlati vatandaşlarımız. Shuning uchun bu ishga qurbon bo'lib ketmang. Lekin hayron qoldigan yerim, men bu Turkiyaga nisbatan hayron qoldigan yerim degan vaqtimizda, shu Uyg'urlar masalasiga vaqtida endi shunchaki razillikni qildi deb o'ylayman. Shu unda desam Turkiya millati, Turkiya xalqiga tava emas bu degan so'zim. Masalan, Afg'oniston, Pokiston urushi yuz bergan vaqtning o'zida nurg'un Afg'onistonlar Pokistonga qochgan. Qochgan vaqtimizda Pokistonga kelgan Pokistonlarning mümkün kadar Pakistan tashqi dunyoning hammalariga o'zida pasport yo'qlarni pasport berib tashqi dunyoga chiqib ketman deganning hammasini chiqarib atgan. Asosan chiqarib atgan. Voy, bu yerda biz Afg'onistonga urush qilamiz. Afg'onistonga yana tarbiyalab turib urush qilamiz deganlarim bo'ldi, chiqib ketman deganning hammasini chiqqan. Hatto shunday da vatandoshlar. Shu bugungi Turkiyalik Uyg'urlar yuz bergandek fojia O'rta Osiyoda yuz berdi. O'rta Osiyoda yuz bergan chaqda
Muşu Kazak, Kırgız degan insonlarni Türkiye'de qilgandek eskiliklarni qilmadi o'chqanda vatandaşlar. Aşağı Uyg'urlarni tutib bo'ldi, azroq tutib bo'ldi. Buningga o'xshash birdan qisqisi berib tutadigan, birdan madamni chaqsin berib tutadigan, necha kun qo'yib o'tadigan, elchixonlar yugurib berib o'tirib Xitoy bilan bizga bundoq ishlar bilan qarashtiramiz deydigan bundoq ishlarni qilmagan ularga. Hatto chiqib ketaman degan insonlar, maoshi chiqib ketaman degan insonlar bo'lsin uchun, shu Qozog'istonning tashqi ishlar ministri hukumatlari yo'l bu adamlarla bizmi aloqalashib müşahidim bir chiqib ketishning bir fursati bizga kelyapti. Bizim BDT orqali boshqa ketmoqchi edi. Yo'ldan bir avar chiqib qutuldi. Biz chiqib kelsak degan vaqtimizda chiqib ketgan bo'lsam chiqib kelanda bo'lsa sen 24 soatlik ya beltingni ya 24 soatlik vaqt verdik. Bu soatlarda chiqib ketmisan, bu davlatda qonunsiz yashapsan. Qonunsiz yaşagandan keyin senin bu yerda bir jazolash tutush, bundan nimishqa qonunsiz yashagan deb o'tirib, bundan savol so'rash bizning haqqimiz. Ular shunday degan. Anda chiqib ketish fursatdan kelgan bo'lsa, bu fursatni o'taymaysan, chiqib ket anda xo'slab turib shunday deyapti vatandaşlar. U yerdagi Uyg'urlarni bir-birini qanot ostiga olgan. O'rta Osiyodagi Uyg'urlarimiz, o vatandagi Uyg'urlarni o cheqish, ko'chaga tashlash, Xitoyga tutib beradigan ishlarni asosan degidek o'tib qilmagan vatandaşlarimiz. Sizlar O'rta Osiyodagi qarindoshlarimizni diniy e'tiqodiy falan bugunda gumonlanib turib kelayotganlarga har turli gaplarni qilib ketisizlar. O'rta Osiyodagi Uyg'urlarimiz shu yerdagi Uyg'urlarning tashqariga qochib ketishiga eng qattiq yordam qilgan va O'rta Osiyodagi Qozoq, Qirg'iz hokimiyatlarimiz fursat kelgan insonlarni, mana o'sha chiqib ketgan fursat kelgan insonlarni tutib o'tirib, u yerda tutib qolgan emas vatandoshlarimiz. Ammo Turkiyada qanday bo'lyapti? Biz bu WhatsApp to'plarda u yerda anglab turyapmiz. Hozir shu Kanadaga 10 mingdagi Uyg'urlar ketish uchun harakatlar bo'lib o'tibdimish. Shu jarayonning o'zida Turkiyadagi tashkilotlar bir oladigan bir şu bizning tashkil bir isbot xitiga o'xshaydi. Bir poch xat isboti bo'lgan mayt oddiy gap. Bu bir oydan avval bo'lindi bu gap. Hozir u xatning ehtiyoji yo'qmish, endi ansam ba'zi do'stlarimizdan deysak, WhatsApp to'plaridan anlasak, ilgari shunday bir yerda bir tashkilotlarniki bir azroq bir imzolar xitini bo'lsa eklansiz, ashundoq narsalarni bermaymiz deb turganlar balki. O'ylab beqinglar, rahim qilinglar shu yerdagi insonlar bor. Türkiye'de öltümü rahim qilish kerak bizning millatimiz kelgan chaqda bundoq o'yinchiqni ko'rmaslik kerak. Yo'l kelib boshqa dunyo. Agar Türkiye hukumat Uyg'urlar uchun ish qilib beradi desa, bog'i ashadki Uyg'urlarni bundoq mahkam yo'lni Suriyaning yo'li bilan Suriya bilan Xitoyga iborat bu ikki yo'l uchiqli bir ikki yo'lni qo'yib qo'yib, Uyg'urlar Suriyaga bosib Suriya bilan hozir bu shu Xitoyga ketgan ikki yo'lni uchiqqa o'xshaydi. Bu Amerika Yevropaga ketgan yo'llarni nima tasmish. Ham buna bir misal beyatim Kanada ketish masalasini o'tirib qo'ydim. Agar Uyg'urlarga haqiqatan ashladayotgandek bizning turkimiz jon qirindishimiz desa, ham mushkamlichi yevog'ini bo'ladi ya ularniki. Zinnat kunini qaytirib berdi. U yer bo'layotgan ishlarning hammasini tek-takdan bilmaymiz zaten nima yerdan bo'layotdi. Hech bo'lmagan vaqtimizda chiqib ketadigan insonlarga bo'lsa, anda qo'z ko'zni yumbilib, vaqt kelib qolsa chiqib ketadigan yo'llarini hozirlab berib, Amerika, Yevropada o'tirib ketla degan bo'lsa, o'zim bir Xudoning oldidan bir savob topgan bo'ladi, ham ish qilib bir foydali yaxshilarni qilgan bo'ldi Uyg'ur millatining ishiga kelgan vaqtimizda. Ham bu jihatni aytgan vaqtimizda men u davlatning siyosatidan, Uyg'urlar kelgan siyosatdan burun norozi bo'lgan, hamma jihatdan emas. Mush masala kelgancha norozi bo'lgan, helikamdan noroziman vatandoshlarimiz. Bu meslekege vaktimizde Türkiye hükümeti ve Türkiye'deki teşkilatlar Orta Asya'daki Uygurlarımız oynayan rolünün zerrecilik rolünü oynayamadı. Hatta ketmekçi boğa adamdan uyakası Hristiyan bop ketidi avma. Hristiyan bop kesimçe sana uçuğunda eva Türkiye'deki sana şu satkın güllerden yaxşı adam buladı ben sana deyip. Uqtun mu? Hristiyan bop ketidigan bu yerda bir Hristiyanın udulu oturup çirkava ekirib aldığı yemi yok bu yerda. Bop ketidiganları bolsun bağa senden millionesi yaxşı adam buladı. Sana oxşaş satkın bulmaydı. Sana oxşaş 5 tenge pul için animanı çakıdığı adam bulmaydı bu yerda. Muşinda gap vatandaşlarımız. Bugünkü söhbetimni müşahede ahırlaştırsam, söhbet uzrap ketmesin vatandaşlarımız. Bay degandek aşı vatandaşlar, bunu da xulasılsak vatandaşlar. Bunu da xulasılsak, Türkiye hükümeti inovati şalaqışıp çöküp ketken bu adam tutuşar hareketler arkalık. Yani çoğun hayırlarını tutmay, bu yerde teşkilatlarının jip üçünü uğurlavatıdır o degen bir çöpe sözlerini işiltiş arkalık bu yerde
inovati millatning oldida shalaqshib tushib ketgan bir qism tashkilotlardan inovatini qo'g'dirmoqchi bo'lyapti. Ikkinchidan Xitoyga biz hamkorlashyapmiz, mana shunday narsani tutdiqmi, Ismoil Haqqi u yerni ziyorat qildik dedi Uyg'uristonni. Bu hamkorlashyapmiz deyish orqali bu yerda monini chiqarib aytgan degan narsaga qo'yadi. Ikkinchidan xulosalaydiganimiz Falastin Isroil masalasiga kelgan vaqtimizda bu Uyg'urlarning masalasiniki Isroil bilan umtanasib, ya'ni taqdirdosh Falastin bilan ta'tir tanasib ekanligini tushunsanlar bo'ldi vatandoshlar. Qolgan xulosani men yeshib asosandagidek yeshib bo'ldim. Balkim sizlar degandek yetarli tushundira olgan bo'lishim mumkin. Ammo yetarsiz bo'lgan taraflarni yana keyin takror tushuntirishga tirishimiz, minutimizlar yana barobar shunday masalada billa bulishga, o'rgatishga tirishimiz vatandoshlar. Bugungi suhbatimiz bo'lsa, anda qolsa vatandoshlarimiz ko'rishgan bo'laylik, xo'sh.